Voy akam, u yer reklamasi qochmaydi. Bu yoqni bitta ko'ring. Yoshligingiz esingizga tushib ketyaptimi? Uyimizni ko'ryapsizmi? Oldini zahmatlari bor. Bu yoqqa bitta e'tibor bering. Ben bog'i ko'ryapsizmi? Katta kengligini. Bolalaringizni shundoq qo'yib yuborsangiz, mazza qilib o'ynab yuradigan joylar ekanda. Sentr kanalizatsiya, suv, svet gazidan umuman muammosi yo'q. Shahar ichida joylashgan. Mana men bilan bitta ichkari kirganimizda shunday qo'limiz boshlanyapti. Yoshligida aniq esiga tushdi. Onaxonlarimizning hovlilarida bo'lardi-yu. Mana bu manzarali daraxtlarimizni qaranglar. Hammasi o'sha mevali daraxtlar ham bor ekan. O'sha hosilga ham kirib qolishgan ekanda. Uyimizni fasadi 21 metr, umumiy hisobda 844 sotuvlik hovlimizda sotuvga chiqqan, joylashgan joyimiz Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Hasanboyda joylashgan. Zenitdan taxminan shu chiqsa shu 400-500 metr chiqadigan joyda joylashgan. Egalari bor yo'q sotig'iga 40 mingdan so'rashyapti, sunnatiga esa yana o't berishadi. Kelishtirib zo'rnaq qilamiz. Aloqaga chiqinglar.